Ushbu loyiha Asakabank tomonidan moliyalashtirilgan va amalga oshirilmoqda. Loyiha Farg'ona viloyati Toshloq tumani Mehnatobod MFI hududida joylashgan 4236 konturda tashkil etilgan. Maydon hajmi 17 gektar bo'lib, ushbu hududda loviya ekilgan. Hozirgi vaqtda loviya gullash davrida, parvarish jarayonida sug'orish ishlari olib borilmoqda hamda mineral va organik o'g'itlardan foydalanilmoqda. Loyiha Asakabank tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanmoqda. Loyiha doirasida 36 ta dehqon xo'jaliklari faoliyat olib bormoqda. Har bir dehqon xo'jaligiga o'rtacha 47 sotixdan yer maydoni ajratilgan. Loyihani tashkil etishda Istiqlol shil va ishlab chiqarish kooperativi ishtirok etmoqda. Loyiha Asakabank tomonidan belgilangan reja asosida monitoring qilinmoqda.